Assalomu alaykum. Mana bugun yana bitta klientimiznikiga ustanovga keldik. Bu yerda katyol bo'lgan. Mana turbalari chiqqan. Katyol o'rniga yangi Ariston ustanovga qilib beramiz. O'zimiz bilan Zifler 80 litrli Ariston olib kelganmiz. Shuni sizlar bilan birga ustanovga qilamiz, xudo xolasa. Mana Ziflerimizni ochamiz. Ichida o'zida mana klapani bo'ladi. Ankerlari bor. Bu Zifler Ariston'ida o'zida uzosi bilan bo'ladi kabel. Ariston'imizdan ustanovga qilib oldik. Ayaqroq keldi. Ham sovuq suv taraf. Sovuq suv tarafga обязательно klapni qo'yish kerak bo'ladi. Issiq suv tarafga qo'yib qo'ymaylik hech qachon. Faqat mana shu sovuq suv tarafga. Qarasanglar, mana bu yerda qizil bilan belgilab qo'ygan. Bu qizil bilan belgilagan issiq suv taraf. Sovuq suv tarafga ko'k bilan belgilab qo'ygan. Обязательно mana shu tarafga qo'yinglar. Hozir bu ustanovga bo'ldi. Hozir Aristonga suv to'ldiramiz. İçeriye havası chiqazib yuboriladi. Havası chiqib ketganidan keyingina tokka qo'shsa bo'ladi. Havasini chiqazmasdan turib tokka qo'shib qo'ymaylik hech qachon. Agarda tokka qo'shib qo'yadigan bo'lsanglar, bu Aristonning ichidagi teni kuyib qoladi. Hozir mana Aristonga suv to'lyapti. Havasini bu yerda mana svetsiteldan chiqazib qo'yganmiz. Mana shunaqa havo chiqib turadi. Havasi chiqib bo'lganidan keyin suv tushishni boshlaydi. Mana bu o'zimizga Zifler Aristonni ustanovga qilib berdik. Suvlarni to'ldirib, suv tushadigan qilib berdik. Udiltr bilan ulab qo'ysanglar, kabel qizib ketishi mumkin. Shuning uchun o'zi Aristonni o'zi uchun alohida razvedka bo'lishi shart.